Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli musofirda yurgan aka-ukalar, hamma sog'likmi, oilalar tinchmi? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Jonlimisizlar? Borazlar zo'rmi? Hozir bir kichkina bugun ikkita yosh jo'jamizni navbati aka-ukalar. Bir yaylovga qo'yaman navbatni, shuni bir video zapis qilib qo'ymoqchiman. Kimga bir qiziqarli bo'lsa tomoshaga aka-ukalar. Video aylantirib. O'ta yosh narsa bu. Zaryadimiz olmaz. Bunda ichkarida birsa ham tanasi. Вперед, dalaga. Dalaga, вперед, dalaga. Bugün bular ikkisini navbati aka-ukalar. Yaylovda yurish deydimi? Ha, yaylovga вперед, yaylovga. Ha. Vitamin A, B, C, D. Ha. Aka-ukalar. Bugün bularning navbati. Jo'jalar o'ta yosh. Hozir aka-ukada agar makon qo'shsa tamom bular bir-birini yeydi. Makon qo'shmaymiz hali. Bular xudo xolasa kuzga tayyor bo'ladi-da, kuzga. Xudo xolasa. Kuzga tayyor bo'ladi bu xo'rozlar. O'ta yosh. Aka-ukalar, piq degan narsa yo'q hali. Endi o'rni bor. Xudo xolasa buni ona tarafi ham, ota tarafi ham o'ta talabga javob beradi xolos. Qo'rqmasa ham bo'ladi. Chunki ota tarafga tortib bersa ham bo'laveradi. Ona tarafga tortib bersa ham bo'laveradi. Xolos. Ay, vitamining ye, vitamining. Navbat chiqadilar-da, xolos. Hammasini bir qo'yib bo'lmaydi. Yomon narsa bu. Bir-birini nogiron qilib tashlaydi-da. Makon bo'lsin, xo'roz bo'lsin, qo'shib bo'lmaydi. Yoshlikda shu qo'shsangiz o'tdingiz. 15 kunlik, 20 kunlikgacha qo'shsangiz qo'shdingiz. Keyin qo'shib bo'lmaydi bir-biriga. Shunday zot bu. Bu endi ikkalasi shu yoshlikda yurgan, bular ham endi asta-sekin
bir-birini kichkina eyin urib o'tdi. Agar bularni shu bittasini makon bilan qo'yib, ikkisini ham makonga ega bo'lsa, o'sha aka-ukachilikni unutib qo'yadi-da bular. Xo'roz degan makon uchun kurashadi o'zi aslida. Xudo xolasa, nima deydi, musulmonchilik ham asta-sekin deydi-ku aka-ukalar. Asta-asta bittadan, ikkitadan ko'rsataveramiz. Barandalar ko'p hali. Anjarda bolalari bor. Shu uchort endi yaylovga qo'yganimizda ko'rsataveramiz-da. Hozir YouTube noziklashib ketdi-da. Ichkarida ketekda tushirganda masalan kirib hammasini bir blokka tushib qolishi mumkin. Dalaga hammasini qo'yib tushirib bo'lmaydi. Urushib ketadilar. Shuning uchun shu qaysini navbati bo'lsa shunday bir tomoshaga hamma parandalarni. Yanaki videomuz xudo xolasa sog' salomat yursak, jo'jalarimizni, kichkina jo'jalarimizni ko'rsataman. Shu avvalgi video roliklarimizda eslaringizda bo'lsa, shu yangi zotlar kelgan tuxumlari endi shular chiqdi. Birinchi partiya 6-martda chiqdi. 10 kunlikdan oshdi xullas. Ikkinchi partiyamiz ham shu yangi partiyalar, shular yangi zotlar. Ular ham chiqdi. Sal 8 kunmi, 9 kun kechikibroq chiqdi-da. Xullas kalom ikkita partiya chiqdi. Hanjardan ham chiqdi bir 5-6 jo'ja xullas. Yanaki videomizni shu jo'jalarga bag'ishlaymiz, gapni qisqasi. Mayda jo'jalarga. Shu paytda boqish tartiblarini ham yana bir ochilmagan sekretlarni ham ochib tashlaymiz aka-ukalar. Shuning uchun kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like'larni bosing. Obuna bo'lib qo'ysangiz shu videolar, yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz-da. Gapni qisqasi. Xullas bu narsalardan spesialniy muxlislar uchun qo'yibman aka-ukalar, sotmay. Bu narsalarni xudo xolasa sog' yursak, Telegramdan polniy bekorchilarni qo'yib beraman. O'tgan yili ko'p nima bo'ldi-da, Farhod aka, bekorchi qo'ymaysiz. Bekorchisini ozgina qo'ying. Bu paytda faqat hanjar bor edi-da menda. Puxi ham 5 sm, umuman hanjarni bekorchi qilib bo'lmaydi-da uni. Bekorchi qilishga bo'lmaydi hanjar. Yuvargandan yomoni qilib tashlaydi-da u puxini ishlab. Masalan, o'yinlarni tashab bering dedilar. O'yinlar masalan 5 syomka bo'ladi. O'zlarimizning tochkamiz bor. Syomka, video syomka mumkin emas. Shuning uchun
O'tgan yil shu problemalar bo'ldi. Xullas bu yil mana shu jo'jalarda ko'rsatamiz. Xudo xolasa haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi degan maqol bor. Bu to'ppa-to'g'ri narsa-da. Hey. Ya blokqa tushirmanglar mana. Bular shu asta ishni buzjaq bo'lib yuribdi bular. Bir-biriga. Hali keyinchalik 20 kun bo'lak qo'ysam urushib ketadi bular. Aka-ukalar sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.